Yangi o'quv yiliga sanoqli kunlar qoldi. Ayni kunlarda maktablarda tayyorgarlik ishlari yakuniga yetkazilmoqda. Viloyatimizda jami 93 ta ta'lim muassasalarida qariyb 485 milliard so'mlik qurilish va rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Bu esa maktablarning o'quv sig'imini 8688 o'ringa oshiradi. Viloyatimizda bugungi kunda 943 ta ta'lim muassasasini yangi o'quv yili va kuz-qish mavsumiga puxta tayyorlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Umumta'lim maktablari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda ixtisoslashtirilgan maktablarda rekonstruksiya va mukammal ta'mirlash ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Qo'shko'pir tumanidagi 48-sonli umumta'lim maktabi ham ana shunday obyektlardan biri. Rekonstruksiya ishlari joriy yilning aprel oyida boshlangan bo'lib, bugungi kunda qurilish-montaj ishlari yakuniy bosqichga yetgan. Mazkur obyekt uchun davlat byudjetidan qariyb 10 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan. Yangilanayotgan maktabda nafaqat zamonaviy sinf xonalari, balki barcha o'quvchilar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Liftlar, panduslar, imkoniyati cheklangan bolalar uchun maxsus yo'lakchalar barpo etilib, inklyuziv ta'lim talablariga mos infratuzilma yaratilmoqda. 2008-yilda qurib bitkazilib topshirilgan Prezidentimizning tashabbuslari bilan amalga oshirib turgan islohotlar natijasida shu chekka qishloq joylardan e'tibor kuchli qaratilib, maktabimiz 2026-yil aprel oyida dasturga tushib, respublika byudjetidan mablag'lar ajratildi. Maktabimiz 720 o'rindan mo'ljallangan. Hududimizda 5 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, shu maktablar ichida bizning maktabimiz inklyuziv maktab maqomiga berildi. Kontrast chiziqlar, korreksion xonalar bilan maktabimiz ta'minlandi. Yaratilib turgan imkoniyatlar shahar maktablaridan ham hech ham qalashmaydigan shu chekka joyda qishloq joyimizdan shunday sharoitlar yaratib berildi. Biza o'quvchilarimiz uchun hech narsani o'ylamay, faqat bilim olish va egallagan bilimlar orqali yurtimizga, vatanimizga xizmat etadigan, shu yaxshi insonlar yetishib chiqadigan maskan bo'lib shakllanadi. Mana bu maktabda mart oyida boshlangan mukammal ta'mirlash ishlari natijasida 1988-yilda foydalanishga topshirilgan muassasa zamonaviy qiyofa kasb etmoqda. Mazkur loyiha uchun qariyb 9,5 milliard so'm mablag' ajratilgan. Hozirgi kunda maktabimizni 624 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirda 530 dan ortiq o'quvchi ta'lim oladi. Qurilish ishlari nihoyalaydab turibdi. Bizlar ham maktabning tevarak atroflarini obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish uchun o'zlarimizni ishchi xodimlar bilan amalga oshirib turibmiz. Maktabimizda hozirgi oldingi sharoitga qaraganda oldin ko'mir bilan qizaradi. Hozirgi kunga kelib energiya tejamkor bo'lgan ajoyib zamonaviy qizdirish aparatlari bilan ta'minlanmoqda. Afzallik tomonlari shundaki, bularni yoz vaqtida sovutadi, qish vaqtida qizdiradi. Ana shunday o'quvchilarimiz ajoyib salqin havolarda o'tirib, bilim olishlari uchun imkoniyatlari juda katta bo'lmoqda. Umuman olganda viloyatda joriy yil davomida qurilish va rekonstruksiya ishlari olib borilayotgan 63 ta maktabda yangi o'quv binolari, qo'shimcha sinf xonalari hamda zamonaviy infratuzilma barpo etilmoqda. Shuningdek, maktablarda energiya samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Binolarga quyosh panellari o'rnatilib, zamonaviy isitish va sovutish tizimlari joriy etilmoqda. Yangi o'quv yili boshlanishi bilan yuzlab o'quvchilar zamonaviy, xavfsiz va barcha qulayliklarga ega ta'lim maskanida tahsil olish imkoniyatiga ega bo'ladi.